Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Biz yana bir marotaba YouTube'da ko'rishib turibmiz. Bugun biz grafik figuralar to'g'risida umumiy ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ya'ni grafik figura nima? Grafik figura orqali bozorda qanday foyda qilishlik mumkin va strategiyalarimizda qanday qo'llashlik mumkinligini batafsil shu videoda ham nazariy ham amaliy tarzda ko'rib o'tamiz. Va bugungi video darsimizni boshlaymiz. Grafik figura nima deganlar uchun? Grafik figura bu narx harakati davomida takrorlanadigan shakllar bo'lib, bu bozorni kelajakda biz taxmin qilishimizga yordam beradigan instrumentlardan biri hisoblanar ekan. Grafik figuraning ham ikki turi mavjud, ya'ni davomiy grafik figura mavjud va o'zgaruvchan figura mavjud ekan. Bugungi videoda men sizlarga 5 ta bo'lgan grafik figurani ko'rsatib beraman. Amaliy tarzda qayerdan boshlab, qayerdan foyda olishligigacha, qayerdan shakllanadi va qanday holatda biz ishlata olishligimizni va umumiy xulosani tushuntirib ketaman. Va biz birinchi bo'lib double top nomli grafik figuramizdan boshlab olamiz. Buning uchun bizga ikkita gorizontal liniya kerak bo'ladi. Grafik figura qanday holatda shakllanadi? Grafik figura quyidagi holatda bo'ladi. Va e'tibor berishimiz mumkin. Asosan bu figura narx harakati uptrend yo'nalishida bo'lgan vaqtida sodir bo'ladi. Ya'ni ko'rishimiz mumkin, mana bu yerda narx harakati boshlanadi va mana shu yerda start boshlanadi. Va bu figuraning umumiy ta'rifiga keladigan bo'lsak, bu yerda mana ko'rishimiz mumkin, ikkita cho'qqidan iborat bo'lgan ekan. Ya'ni narx 2 marta bir xil darajaga yetgan va double top nomini olgan. E'tibor berishimiz mumkin, masalan, trend doimiy ravishda shakllanib boradi, narx ko'tariladi, narx tushadi va bu yerda bu reversal figura hisoblanadi. Downtrend yo'nalishiga signal beradigan figura hisoblanar ekan. Ya'ni bu grafik figura narxni pastga tushib ketishiga, ya'ni downtrend yo'nalishiga signal beradi ekan. Endi savol bo'lishi mumkin, bu grafik bizga qanday foydasi tegishligi mumkin deb. Endi mana masalan narx ko'tarildi, mana bitta darajaga o'tdi va narx harakati tushishni boshladi va siz masalan ixtiyoriy ravishda yo mana bu yerda yo masalan mana bu yerda turibsiz. Bu holatda e'tibor berishimiz kerak, biroz kutishingiz kerak. Nimaga? Sababi masalan narx harakati agar bu masalan siz kutayotgan bo'lsangiz, masalan downtrend yoki masalan mana shu ko'tarilish davomida ham agar foyda olishni kutayotgan bo'lsangiz, agar double top keladigan bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Shu paytgacha hali yorib o'tmagan ekan, masalan mana bu zonani deydigan bo'lsangiz, shu yerda kutishingiz kerak bo'ladi. Agar narx harakati qulab ketmasa, demak bu figura o'xshashligi mumkin. Endi bunda masalan narx ko'tarilish boshlagandan so'ng e'tibor berishingiz kerak. Masalan hech qayerda masalan mana bu yerda tushib ketmayapti yoki narx yoki masalan mana bu yerda tushib ketmayapti. Demak narx harakati ko'tarilib ketyapti. Va mana shu yerda savdoga kirib, mana shu yerda savdodan chiqishingiz mumkin bo'ladi. Lekin ko'pincha holatda double top, ya'ni ikkita cho'qqilik bo'lgan grafik figuraga savdoga kirish tavsiya etilmaydi. Chunki narx harakati masalan bunday tarzda ideal shakl holatda bo'lmaydi. Ya'ni narx harakati ideal holatda bo'lmaydi hech qachon. Ya'ni to'g'ri tarzda masalan ikkalasi teng bo'lsagina double top bo'ladi degani emas. Biroz teskariroq bo'lishi mumkin grafik yoki biroz bittasidan biroz kattaroq bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Shuning uchun ko'pincha holatda men sizlarga maslahat beraman. Bunday figura shakllanyaptimi? Agar savdoda bo'ladigan bo'lsangiz, chiqishingizni maslahat beraman. Chunki narx harakati biroz ko'tariladi va juda ham katta ehtimol keskin ravishda tushib ketadi va mana bu bo'yin chizig'ini yorib o'tgandan so'ng, ya'ni trend davom etishni boshlagandan so'ng uje bu figura yakunlangan hisoblanadi. Hurmatli treyderlar, bu yerda ham masalan e'tibor berishimiz mumkin, narx harakati biroz masalan uptrend yo'nalishida boshlangan va bu yerda masalan o'sha trend line, ya'ni bo'yin chizig'idan boshlab narx harakati yana ko'tarilish davom ettirgan va o'sha trend shakllanishni boshlagan, ya'ni figura shakllanishni boshlagan va ko'rishimiz mumkin narx harakati ko'tarilgan va narx harakati tushgan. Va mana bu yerda biroz to'xtagan va e'tibor berishimiz mumkin, yana bu birozgina balandroq bo'lgan, ya'ni mana asosiy bo'lgan mana shu zonani mana shu ikkita cho'qqi kesib o'tgan va mana shu double top bo'lgan. Bu double top va narx harakati tushgan va mana bu yerda breakout bo'lgan va narx harakati yana tushib ketgan. Ya'ni downtrend yo'nalishiga, neckline, ya'ni bo'yin chizig'ini yorib o'tgandan so'ng breakout va breakdown haqida keyingi videolarimizda to'liqroq tushuntirib beramiz va biroz pastroqqa tushganda ham mana bu yerda
holatda e'tibor berishimiz mumkin. Masalan, yana uptrend yo'nalishida boshlagan va mana bu yerda biroz narx harakati biroz tushgan. Mana ko'rishimiz mumkin, ya'ni grafik figura hech qachon ideal holatda bo'lmaydi. Ya'ni ko'tarilgan, biroz qiyshiqroq bo'lib tushmagan. Ya'ni ideal tarzda bittada tushib, bitta ko'tarilib, ya'ni bitta tushib, keyinchalik ketmagan. Ya'ni biroz ko'tarilgan, biroz astroq, ya'ni konsolidatsiya bo'lgan va ozgina vaqtdan so'ng narx harakati tushgan va riski ko'tarilib, riski tushgan bu joyda. Ya'ni hech qachon grafik figura ideal bo'lmaydi. Ya'ni grafik figura hech qachon ideal bo'lmaydi. Siz ham bozorda hech qachon ideal bo'lgan figura qidirmang. O'sha siz o'ylagan figura, masalan, double topga, masalan, o'sha moment, ya'ni siz hozir savdoda turgan bo'lsangiz, double topga o'xshayaptimi? Ana o'sha orqali ham bemalol ko'rib, yo savdoyingizdan chiqib ketishingiz mumkin, yo biroz kutib, keyinchalik downtrend masalan tugagandan so'ng savdoga kirishingiz mumkin bo'ladi. Bu figura orqali endi men sizlarga double bottom nomli grafik figurani ham ko'rsatib beraman. Double bottom bu double topga o'xshagan figuralardan biri, ya'ni shuni teskarisi desak ham bo'ladi. Double bottom qanday holatda shakllanadi? Double bottom asosan mana bunday holatda shakllanadi. Ko'rishimiz mumkin, W ga ham o'xshab ketadi. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishligimiz kerak, ya'ni double top, ya'ni double degani 2, top esa baland, ya'ni ikkita balandlik. Double bottom esa double, ya'ni 2, bottom esa pastlik, ya'ni ikkita pastlik desak ham bo'ladi. Buni misol tariqasida masalan mana bu yerda asosan bizni aniqlaydigan nuqtalarimiz quyidagi hisoblanadi. Ikkita pastlik ko'rishimiz mumkin. Ko'pincha holatda bu grafik figura shakllanishidan oldin downtrend yo'nalishida boshlangan bo'ladi, trend, va mana bu yerda o'sha trend mana shu figura shakllanishni boshlaydi va narx harakat tushadi va mana bu yerda masalan ko'tarilib, yana tushib, yana ko'tarilib, uptrend, ya'ni narx harakati ko'tarilishiga signal beradigan grafik figuralardan biri hisoblanar ekan. Va mana bu yerda neckline, ya'ni bo'yin chizig'ini yorib o'tgandan so'ng, ya'ni mana bu yerda trend, ya'ni har doim bu figura shakllanyaptimi? Masalan, doim trend o'z yo'nalishida bo'ladi. Downtrend yo'nalishida va uptrend, hattoki sideways ham bo'lishi mumkin. Ya'ni trendning ichida ham kichik bo'lgan trendlar bo'ladi. Masalan, narx harakati doimiy ravishda o'ynab, har xilcha, masalan, tushib, ko'tarilib, har xilcha ravishda yurishi mumkin. Masalan, biroz tushib ketishi mumkin va narx harakati yanada masalan ko'tarilib ketishi mumkin bo'ladi va mana bu bo'yin chizig'i neckline-ni yorib o'tgandan so'ng o'sha mana shu grafik figura tugallangan hisoblanadi. Bu grafik figura ham reversal bo'lgan, ya'ni o'zgaruvchan bo'lgan, razvorot oladigan desak ham bo'ladi. Ya'ni razvorot deganda burilish oladigan grafik figuralardan biri hisoblanar ekan. Buni keling bir yana amaliy tarzda ham ko'rsatib o'taman. Hurmatli kuzatuvchilar, bu yerda e'tibor berishimiz mumkin. Masalan, narx harakati biroz pastga tushyapti, ya'ni downtrend yo'nalishdan boshlangan. Mana bu yerda neckline-ni birinchi trend boshlab beryapti va mana bu yerda eng pastki nuqta holatda va narx harakati ko'tarilyapti va ko'rishimiz mumkin, ikkinchi marta ham biroz qiyshiqroq ravishda bu yerda ham zabt etyapti eng pastki nuqtani va narx harakati ko'tarilib, mana neckline buzgandan so'ng yana narx harakati keskin ravishda ko'tarilib ketyapti. Ya'ni target bu sizning foydangiz, ya'ni siz ko'zlagan maqsaddagi foydani urayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar mana shu yerda savdoga kirsangiz, take profit, ya'ni foydangizni shu yerga qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol savdodan foyda olgan holatda chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ham e'tibor berishimiz mumkin. Bu yerda esa biroz boshqacharoq, ya'ni uptrend yo'nalishida boshlangan ekan va narx harakat ko'rishimiz mumkin. Biroz narx harakat tushgan, ko'tarilgan, yana ozgina tushgan va yana ko'tarilib ketgan. Bu yerda esa masalan mana buni to'liqroq bunda mana bu yerda gorizontal liniya chizib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Biroz teskariroq bo'lishi mumkin. Aytib o'tganimizdek, hech qachon ideal bo'lgan grafik figura qidirish kerak emas. Bu yerda ham xuddi shunday, ya'ni narx harakati W simon bo'lib yuryapti. Ya'ni ikkita bir xil cho'qqini ko'rishimiz mumkin. Masalan, birinchi cho'qqi, ikkinchi cho'qqi, ya'ni birinchi pastlik, ikkinchi pastlik va mana bu yerda neckline yorib o'tyapti va narx harakati ko'tarilib ketyapti. Biroz pastroqga tushganda ham yana bitta misolda mana ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu holatda yanada sizlarning ko'zlaringiz soddaroq ravishda o'rganishlik uchun sizlarga ko'proq misollarda amaliy tarzda ko'rsatib beryapman. Ya'ni mana downtrend yo'nalishi,
Ko'pincha holatda downtrend bo'lganligi uchun bu yerda ham misollarda ko'pincha downtrenddan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu asosiy holda razvorot oladigan zonada bunaqa grafik figura shakllanganligi uchun bu sizga albatta manfaatli bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ana endi biz Head and Shoulders nomli grafik figuraga ham yetib keldik. Bu qanday bo'ladi? Head and Shoulders nomli grafik nomi bilan aytib turibdiki, bitta bosh va ikkita yelkadan tashkil topgan ekan. Ya'ni bu qanday shakllanadi? Mana bunday holatda bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Biroz narx harakat tushgan va mana bu narxda mana shunday holatda ko'pincha ravishda yuz beradi. Endi bu qanday bo'ladi? Biroz kattalashtiramiz va e'tibor berishimiz mumkin. Mana bu yerda boshni ko'rishimiz mumkin. Va mana bu yerda ikkita yelkani ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda ikkita yelka va bitta bosh. Va ko'pincha trend uptrend yo'nalishida boshlanadi va downtrend yo'nalishiga signal beradigan grafik figura ekan. Buni hech qachon double top bilan adashtirib qo'ymanglar. Chunki to'g'ri double top ham ikkita masalan cho'qqadan iborat, lekin bunda masalan bitta boshdan ham iborat bo'ladi. Ya'ni masalan siz savdoga masalan kirib qo'yadigan bo'lsangiz, biroz foyda bo'lib, naborot, ya'ni masalan narx harakati kuchli ravishda biroz ko'tariladi va narx harakati keskin ravishda tushib ketadi. Mana shu holatda zararda chiqib qolishingiz mumkin. Hattoki bu holatda ham ko'pincha savdoga kirmaslikni maslahat beraman, chunki bu reversal figura. Reversal degani bu o'zgaruvchan. Ya'ni razvorot oladigan zonada, ya'ni burilish oladigan zonada shakllanadigan figura. Bu ko'pincha downtrend, ya'ni pastga qulashga signal beradi. Siz mana shu masalan shakllanyapti, mana bu zonani bu yorib o'tdi va masalan siz o'ylashingiz mumkin, bu figura shakllanmasdan oldin, mana bu ikkita qismi shakllanmasdan oldin, masalan birinchi yelka shakllangan vaqtida mana bu yerga yetdi. To'xta, bu demak, masalan siz aytishingiz mumkin, masalan bu yerda menimcha double top bo'lyapti, menimcha bu yerda narx harakati tushadi deyishingiz mumkin, lekin naborot bo'lib narx harakati ko'tarilsa, demak masalan siz yana o'ylashingiz mumkin, bu biroz qiyshiqroq bo'ldi, demak bu double top deyishingiz mumkin. Hech qachon oldindan masalan xulosa chiqarmaslik kerak. Ya'ni bu grafik figura birinchi bo'lsa shakllanib olishligini kutishlik kerak. Balki bu hatto boshqa figuralarga ham o'xshab ketishligi mumkin bo'ladi. Asosiy maqsadimiz shuki, bu grafikni ko'rgan vaqtimizda hech qachon savdoda bo'lmasligimiz kerak, iloji boricha va savdoga kirmasligimiz kerak. Chunki biz faqatgina buyga ishlaymiz. Ya'ni biz xaridormiz, aksiyani sotib olamiz, narx ko'tarilgan vaqtda, ya'ni narx tafovuti orqali foyda olamiz. Masalan 200 dollarga aksiya sotib oldik, $250 bo'ldi. $50 bizni foydamiz bo'ladi. Biz narx qulashi orqali daromad qilmaymiz. Va bu grafik mumkin mana neckline birinchi trend yorib o'tgan vaqt boshlanadi va mana bu neckline yorib o'tgandan so'ng, ya'ni downtrend yo'nalishiga ketishni boshlangandan so'ng o'sha bu figura yakunlangan hisoblanadi. Buni ham amaliy tarzda ko'rib o'tamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishimiz mumkin, bu yerda masalan narx harakati ko'tarilgan va mana bu uzun bo'lgan chiziq, ya'ni zona, bu neckline sifatida qaralyapti, ya'ni bo'yin chizig'i sifatida. Trend mana bu zonani yorib o'tyapti. Neckline birinchi yorib o'tgandan so'ng mana bu yerda birinchi bo'lib masalan shoulder, ya'ni birinchi yelka shakllanyapti, narx harakati tushyapti va narx harakati yana ko'tarilyapti va bu yerda bosh shakllanyapti va narx harakati tushib, ikkinchi yelkani shakllantirgandan so'ng yana narx harakati tushib, yana downtrend yo'nalishida ko'rishingiz mumkin. Juda qattiq tarzda o'sha tushib ketgan. Bu juda ham katta bo'lgan zararni sizga olib kelishligi mumkin. Bu figurani o'rganib qo'yganingizdan so'ng, agar savdoda bo'ladigan bo'lsangiz, savdodan chiqib keting yoki iloji boricha bu holatda savdoga kirmasligingizni maslahat beraman. Kerak bo'lsa kichik foyda bo'lsa ham, ya'ni bu masalan Head and Shoulders va double toplar bir-biriga qisman odamlar charkashtirib o'xshatib qo'yganligi uchun birozgina masalan headga masalan borguncha bo'lgan davrda foyda olaman deydi, ko'pincha odamlar katta zararlarga chiqib ketadi. Ya'ni odamlar psixologiyasi qanday bo'ladi? Narx ko'tariladi, ozginaga foydada bo'ladi. Narx o'zi narxga tushadi, ya'ni 0 bo'ladi. 0 bo'lgandan keyin biroz narx tushgandan keyin masalan $10, $20 zararda bo'ladi. To'xta deydi. Ikkinchi yilga ham shakllanishi mumkin deydi. Lekin kutgan vaqtida balki naborot bo'lib narx harakati tushib ketadi va odam psixologiyasi orqali xuddi masalan baliqni qarmoqqa ilingandek o'zini depozitiga yaxshigina zarar keltirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Ko'pincha holatda treyderlarni o'zini psixologiyasi depozitini zararga olib kelishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun psixologiyani va o'zini treydni to'g'rilab olishlik kerak. Yana biroz pastroqqa tushganda e'tibor berishimiz mumkin.
mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, ideal tarzda masalan turibdi. Ideal tarzda ko'rinyapti. Ya'ni va biroz pastroqqa tushganimizda mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Masalan, narx harakati yani shakllangan, ko'tarilgan, biroz pastroqqa tushgan va ko'rishimiz mumkin yana sellga, ya'ni biroz pastroqqa tushganda ko'rishimiz mumkin. Masalan, narx harakati ko'tarilgan va biroz yana ko'tarilib tushib, xuddi biz aytgan boya head and shouldersni shakllantirgan mana shu trend va narx harakati qulashiga sababchi bo'lgan va narx harakati ko'rishimiz mumkin sekin tushishni boshlagan. Men sizlarga to'g'ri xulosa beraman. Sababi ko'rishimiz mumkin. Masalan, narx harakati ko'tariladi va bitta tekis holatda bo'lmaydi. Umuman grafik figurada ideal holatda bo'lgan grafik figura juda ham kam, noyob tarzda uchraydi. Bu figurani sizning ko'zingiz ilg'ab olishligi uchun juda ham ko'plab masalan grafik chartlarni ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masalan buni ilg'ab olish biroz qiyinroq bo'lishi mumkin boshida. Masalan, buni ilg'ab olish oson, chunki bu juda ham shu aynan head and shoulders uchun masalan tuzib chiqilgan bu masalan bu rasmda ko'rishimiz mumkin. Lekin bozorda bu holatda почти imkonsiz, juda qiyin. Mana masalan mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham to'g'ri, yaxshigina o'xshab bergan, ya'ni biroz ko'tarilgan, ya'ni buni yarmigacha borish kerak emas yo bundan sal pastroq yo balandroq bo'lish kerak emas. Muhimi shakllanyapti yelka bilan va mana shu holatda davom etyapti va pastga tushib ketishiga sababchi bo'lyapti. Hech qachon ideal tarzda grafik qidirmang. Iloji boricha ko'zingizni moslashtirish uchun ko'proq trading view orqali, masalan, chartlarni kuzatish orqali ko'zingizni moslab bemalol xohlagan vaqtda, masalan, xohlagan aksiyada ilg'ab, masalan, olishingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta sizning savdoingiz uchun ancha foydasi tegadi. Biz head and shouldersning teskari bo'lgan head and shoulders haqida gaplashib o'tamiz. Bu qanday shakllanadi? Bu xuddi head and shouldersni xuddi boya double topga, ya'ni double bottomga o'xshagan teskari bo'lgan figura. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda ikkita yelka mavjud ekan va bitta boshdan tashkil topgan ekan. Bu grafik figura. Endi boyagi grafik figura downtrend yo'nalishiga signal beradigan bo'lsa, ya'ni head and shoulders downtrend yo'nalishiga sababchi bo'lsa, bu esa uptrend yo'nalishiga sababchi bo'ladigan grafik figura ekan. Bu yerda masalan asosan downtrend yo'nalishi boshlanadi va uptrendga signal beradi. Bu ham reversal figura, ya'ni narx harakatini tubdan o'zgartirib yuborishga sababchi bo'ladigan grafik figuralardan biri ekan. Mana bu yerda esa bitta birinchi boshi va mana bu yerda ikkita yelkidan tashkil topgan ekan. Va mana bu yerda narx harakati boshlanadi, ya'ni trend mana shu yerda neckline ni birinchi urib bergandan so'ng, ya'ni pastga tushadi, narx ko'tariladi, bu tarzda davom etadi va mana bu neckline ni, ya'ni bo'yin chizig'ini yorib o'tgandan so'ng trend yakunlanadi va uptrend yo'nalishiga signal beradi bozor. Hurmatli kuzatuvchilar, endi biz uchburchak figura haqida gaplashamiz. Uchburchak figura qanday holatda shakllanadi? Uchburchak figura quyidagi holatda bo'ladi, ya'ni tekis holatda va biroz pastroqqa tushgan holatda, ya'ni teskari bo'lgan uchburchak simon holatda bo'ladi. Narx harakati qanday holatda shakllanadi? Narx asosan ko'rishimiz mumkin. Birinchi o'rin narxlar masalan tushgan bo'ladi, biroz ko'tarilgan bo'ladi va biroz ko'rishimiz mumkin oxirida o'ynaydi va shu holatda turadi. Bu esa ko'pincha uptrend yo'nalishiga signal beradigan grafik figuralardan biri hisoblanadi. Nimaga? Sababi bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Masalan, birinchi joyda masalan narx harakati buzib o'ta olmagan, ikkinchi marta buzib o'ta olgan va mana bu yerda ham hattoki buzib o'ta olmagan, chunki mana bu resistance zona hisoblanadi. Resistance zona va ya'ni bu yerda asosan sotuvchilarning aktivi kuchliroq bo'lgan zona hisoblanar ekan. Ko'rishimiz mumkin, narx harakati bir necha marta harakat qiladi mana bu resistance zona buzishga, lekin buzib o'ta olmaydi, ya'ni inkor bo'ladi va ko'rishimiz mumkin bu yerda uch o'lchakka yaqinlashib trend susaygan sari уже trendni yorib o'tish ehtimolligi oshaveradi va oxir oqibat bu uchburchakni burchagiga oxirgi candlesticklar keladi va bu candlesticklar yorib o'tadi, ya'ni trend mana shu resistance zonani yorib o'tadi va narx harakati tepaga ko'tarilib ketishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni xaridorlar bosimi kuchayib ketadi va mana shu yerda juda ham ko'plab odamlar savdoga kiradi va talab oshib ketishiga sababchi bo'ladi. Keling, buni ham biz amaliy tarzda ko'rib o'tamiz.
Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz amaliy tarzda ham boshlab oldik va ko'rishimiz mumkin. Bu yerda narx harakati uptrend yo'nalishdan boshlangan va narx harakati ko'tarilgan, biroz tushgan va ko'rishimiz mumkin. Bu yerda super zonani yorib o'tishga harakat qilgan va lekin yorib o'ta olmagan va mana bu yerda mana buy signal beryapti bu rasmda va narx harakati yaxshigina ko'tarilib ketgan. Bu ascending triangle, ya'ni uchburchak figura misolida va mana bu yerda ham e'tibor berishimiz mumkin. Masalan, narx harakati bu yerda biroz boshqacharoq, ya'ni narx harakati tushgan ekan. E'tibor berishligimiz kerak, ya'ni bu yerda har xilcha holat bo'lishi mumkin. Ya'ni asosiy holatlarda davomiy ravishda uptrend yo'nalishida boshlanmaydi. Bu uchburchak simon bo'lgan figuramiz har xilcha holatda bo'lishi mumkin. Masalan, downtrend yo'nalishida bo'lib qolishi mumkin va uptrend yo'nalishida bo'lib qolishligi mumkin. Hattoki konsolidatsiya holatlarida ham ba'zan o'xshab qolishligi mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, narx harakati ko'tarilgan. Bu yerda mana 1 2 3 4 5 marotaba hattoki yorib o'ta olmagan mana bu zonani va oxirida ko'rishimiz mumkin, narx harakati yorib o'tyapti va bizning target price, ya'ni biz xohlagan narxni urib beryapti. Ya'ni take profit o'ryapti va foyda bilan chiqyapsiz. Bu uchburchak figura misolida. Hurmatli kuzatuvchilar, ana endi biz umumiy xulosaga keladigan bo'lsak, umumiy xulosamiz shuki, bu 5 ta figura bizga kelajakda narx harakatini oldindan taxmin qilishga yordam beradigan 5 ta figura ekan. Asosiy holatda reversal figura va bu bizni strategiyamizni qo'llashga va yaxshigina daromadlar olishimizga ham foydasi tegadi. Faqat foyda emas, balki narx harakati tushganda, masalan, narx harakati bizga qancha tushib, tezroq razvorat oladigan nuqtani topishimiz biz uchun anchagina foyda. Chunki biz qancha pastki narxda savdoga kirsak, narx harakati qancha ko'tarilsa, bizga shuncha foyda bo'ladi. Ya'ni biz narx harakati tushishi orqali ham kerak bo'lsa o'zimizni foydamizga ishlasak mumkin bo'ladi. Ya'ni narx harakatini tushishini ham oldindan biz bilishimiz mumkin bo'ladi. Bu grafik figuralar misolida. Lekin bir tavsiya berib o'taman. Bu grafik figuralarni asosiy strategiya sifatida qo'llamaslik kerak. Chunki juda ham ko'plab treyderlar, ko'rishimiz mumkin, internetda ham bosib yotibdi. Juda ham ko'plab treyderlar, umumiy hamma boshlang'ich bo'ladimi, juda ham ko'plab odamlar foydalanadi va ana o'sha foydalanganligi orqali ham bozor o'zgarib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Iloji boricha bular o'rganib qo'yishlik kerak va vaqti kelsa, masalan, qo'llab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agar bunaqa figuralar bozorda ham juda ham ko'plab bo'lgan, shunga o'xshagan figuralar ko'p. Bularning umumiy qo'llanmasi bizning Telegram kanalimizda bor. Shu Telegram kanalimizga o'tish orqali o'sha qo'llanmani olib, har biri bilan tanishib chiqishingiz mumkin va o'zingizga ma'lumot sifatida olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga endi bir topshiriq beradigan bo'lsam, mana shu men aytgan 5 ta grafik figurani o'zingiz ham daftarlaringizga chizib, kerak bo'lsa yozib oling. Qanday holatlarda uchraydi, qanaqa figura ekan, qayerga ketishi taxmin qilinadi, shular to'g'risida va albatta buni bozorga kirib TradingView dasturi orqali qo'llab ko'rishingizni maslahat beraman. Men iloji boricha sizlarga soddaroq bo'lishligi uchun amaliy tarzda ko'rsatib berdim. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like tugmalarini ayamang. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariya bo'limi orqali savollaringizni bersangiz, biz albatta savollaringizga javob beramiz va shu joyda videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz.